namlantirib turish kerak. Также mana Zangmidan Vokruг Глаз o'tgan safar ham ko'rsatgandim. Yaxshi Vokruг Глаз qidirayotgan bo'lsangiz, Koreya mahsuloti Zangmiga обязательно murojaat qilinglar. Ana endi hamma sevgan joyi. Xohlagan uxlashdan shu kremni surib olasiz. Krem surish shart emas, qizlar yuzingiz yog'li bo'lsa. Agar yuzingiz saqal quruqroq bo'lsa, menikiga o'xshab, krem bir surib olsangiz bo'ladi. Chunki Zangmining o'zi CC krem. U tonalka emas, boshqa emas, rang o'zgartiruvchi CC krem, ya'ni hali esingizda bo'lsa, Vokruг Глаз surdim. Endi esa bu. Zangmi mana shunaqa qora idishda kremlar, CC kremlar ko'p chiqqan. Mana bu yozig'iga qaranglar. Oq rang bo'ladi. Oqishdan saqal bug'doy romandagi rangli ko'zlarga zo'r ketadi. Qarab turinglar, oq bo'ladi-da. Surganingiz sari teringiz rangiga kirib oladi. Yuzinglarni 50% quyosh nuridan saqlaydi. Ham SPF vazifasini bajaradi. Yuzinglardagi dog'larni, ugridan qolgan izlarni, mayda ajinlarni yashirib beradi. Umuman, tonalka vazifasini o'taydi.